Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari. Xudo xolasa sizlar bilan bugun sementovoy tiaga qildirish 1 metri necha pulga tushadi shuni ko'rib o'tib ketamiz akalar. Xudo xolasa bu galgi ishimiz Andijon Sharxonda qilib berganmiz. Xudo xolasa chiroyli qilib darvozaxonalarga va shunaqa g'ish fasonda bunaqa qilib bilayli fasonda qilib berganmiz. Xudo xolasa hali pardozlari bitgan yo'q, chiroyli bir pardozlarni sepgandan keyin bitta qo'yamiz. Akalar necha pulga tushadi deganlar uchun tiagalarimizning narxi, boshlang'ich narxi 130 mingdan boshlanadi. Uchastkani holatiga qarab, katta kichikligiga qarab, gullarda emas, uchastkani katta. Bu uchastkamizga o'rtacha 550 metr tiaga tortib berganmiz. Xudo xolasa chiroyli qilib 550 metr tiaga 650 kvadrat atkos metri keyin 25 kvadrat mana bunaqa g'ish fasonda bo'lib berganmiz. Yana bir narsa 15 metr, 14,5 metr turbamiz bor. Bu uchastkamizda tiagalarimizda 1 metr narxi akalar 140 ming so'mdan gaplashilgan. Xudo xolasa katta-yu kichik hamma gul, o'yinchoqlar ham bittasi 1 metrga 140 ming so'mdan bo'lgan. Rombilarimiz fasoni bitta g'ish fason bo'lgan. G'ish, rombik, tikka taroqlarimiz kvadrati, bular 1 kvadratga yuradi. Buni 1 kvadrat metri akalar 500 ming so'm qilib o'rtacha qilib narx belgilangan. Bilaylardan ko'pchilik so'rab qoladi, qanaqa o'lchanadi deganlar uchun mana shu yergacha 1 metr chiqadigan bo'lsa, bu ham tiagani narxida 140 ming so'mdan bo'ladi. Keyin bunaqa turbalarimiz, rim kolonnalarimiz 1 metr akalar, bu ham 500 ming so'm bo'ladi. Buni ham o'lchanish tartibi mana shu yerdan o'yinchoq pastigacha o'lchanadi. Xuddi shunaqa qilib, keyin bu o'yinchoqni aylantirib o'lchanadi. Bu ham buni metrga qo'shiladi akalar. Keyin bitta romimizda qanaqa o'lchanadi deganlar uchun mening romim 1,5 ga 1,70, 1,20 deydi ko'pchilik. Xuddi o'shancha metrga qo'shib qo'yadi. U unaqa bo'lmaydi. Derazani chetidan 30 sm o'tadi. Bu yoqga to'g'rilasam 30 sm dan o'tgandan keyin shuni o'zi ham 1,20 o'tadi. Keyin plus 4 o'yinchoq bo'ladi. 4 o'yinchoq 1 metrdan 4 metr bo'ladi. 4 metr plus bo'ladi. Mana shunaqa hisoblanadi. Keyin bunaqa karnizlari ko'p joyda haligi qimmatroq gaplashtiriladi. U nega? Hozir ko'p joylarda kazorokki yopib qo'yapti. Keyin devordan chiqishi 40 sm, patologdan pastgacha o'rtacha 65-70 sm bo'lyapti. O'shanga qarab o'zgaradi akalar. Akalar, xudo xolasa, kimda kim sementovoy tiaga qildirmoqchi bo'lsa, mana shunaqa qilib idealni qilib o'zimiz chiqazib beramiz. Pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Xudo xolasa o'zimizga aloqaga chiqishingiz mumkin.